Ijtimoiy shaxslarga ham yangi o'zimiz bankigan shaxslarga ham berilyapti 60 milliongacha shu yilga 6 yil davomida beriladi. Foizi 24-25 bo'ladi. Ya'ni ayollarga 24%, erkaklarga 25% bo'lyapti. Shu aylanma mablag'dan maqsad aylanma mablag' emas, u именно yo'nalish bo'yicha bo'ladi. Ya'ni siz именно o'sha do'konning jihozlasi bo'ladi, chorvachilik qilsangiz bo'ladi, misol uchun, uyda chorva bor ko'pchilikda, agar ular qiziqsa, yuridik shaxslarga ham beriladi. Xuddi shunda. Unda endi faqat ular nima deydi, tadbirkorlik faoliyatini boshlagan bo'lishi kerak. Ya'ni siz 100 millionsiz ham bo'ladi. Ya'ni 302 qaror bor prezidentimizniki, 100 milliongacha, 300 milliongacha olaverasiz. Ya'ni 100 million garovsiz, qo'shimcha 200 million garovga bo'ladi. Hujjatingizga aylanma bilan to'ldirish uchun ochsangiz ham bo'laveradi yoki shu tijoratingizni nima deydi, jihozlashga. Именно sizga jihozlab turib yoki mebel olmoqchisiz yoki yangi qadar qurmoqchisiz, polka, xolodilnik olmoqchisiz, deydi, konditsionermi, kompyutermi kerak bo'lsa olsangiz bo'laveradi. O'shani qilsangiz mabodo mana sizga ham